Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, akalar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Biz bugun Andijon Xonoboddamiz. Xudo xohlasa stansiyani oldida ish qildik akalar, yakunladik. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab kanalda endigina kuzatib turganlar uchun ayni paytda ko'rib turgan fasoniylar narxlari xo'p 380 mingdan 450 minggacha qilinyapti. O'rtadagi tafovutimiz joyni katta kichikligi, materialni firmasiga qarab razlisa qiladi. Endi uni aloqaga chiqqaninglarda bir chekkadan tushuntiriladi. Mana firmada moncha, qalinligi manaqa bo'ladi. Joyiz katta kichikligi, avvalligi shunga qarab turib narxlar o'rtacha 420 ming, 430 ming atrofiga qilinyapti. Bundan tashqari bir necha xil turdagi fasonlarimiz mavjud. Murojaat qilsanglar bemalol kataloglar tashlab beramiz. Asosiysi yomg'ir, qorda emaslar, zanglamaydi, kraska qilmaysizlar. Bitta ish, bitta qutulasizlar akalar. Murojaat qilinglar, telefon raqamlarimiz ekranda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.